64-kun. Taklifni qabul qilish. Tanishish hikoyasi. 2 yosh qiz bu samimiy, pok qalbli yigitning ishidan g'oyat ta'sirlanib, quvongan holda uyga qaytdi. Qari ota-onasi: "Tinchlikmi? Bugun erta qaytdingiz?" deb so'radi. Katta qizi: "Otajon, Alloh bizga yordam qildi. Hovuz bo'yida begona bir yigitni uchratdik. Qo'ylarimizni o'sha yigit sug'orib berdi. Shu bois uyga erta qaytdik", dedi. Otasi: "Robbimga shukrlar bo'lsin", dedi. Kichkina qizi: "Otajon, o'sha yigit juda toliqqan ekan. Menimcha uzoq yo'l bosib bu yerlarga kelgan. Och va behol ko'rindi bizga", deya yigitning holidan xabar berdi. Qizlarning otasi juda saxovatli kishi edi. Chunki u zot Shuayb payg'ambar edi. Qizlariga shunday dedi: "Uning yoniga boring. Aytingki, otam sizni uyga taklif qilyapti. Qilgan yaxshiligingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchi", deng." Qiz uyala Muso alayhissalomning yoniga keldi. "Otam sizni uyga taklif qilyapti. Qilgan yordamingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchi. Bugun biznikida mehmon bo'ling", dedi. Hazrati Muso uning taklifini qabul qilib yo'lga tushdi. Aslida u qizlarning qo'yini biror manfaatni ko'zlab sug'ormagandi. Ularga Allohning roziligi uchun yordam bergandi. Faqat qilgan duosi qabul bo'lib, Alloh taolo unga yordam yuborganini o'yladi. Shuning uchun qizning taklifini qabul qilib, mehmondorchilikka bordi. So'ngra ulardan 2 qizdan biri hayo bilan yugurib kelib: "Otam seni bizlarga qo'ylarimizni sug'orib berganing haqqini berish uchun chaqirmoqda", dedi. Bas, Muso Shuaybning huzuriga kelib, unga o'z qissasini so'ylab bergach, u: "Qo'rqmagin, sen zolimlar qavmidan najot topding", dedi. Qasos surasi 25-oyat. 65-kun. Kelishuv. G'oyat maqbul bitim. Qari kishining uyiga yetib keldilar. 2 inson bir-biri bilan ko'rishdi. Ko'z ko'zga tushdi. Yigitning qiyofasi, ko'rinishida ajib bir pokizalik bor edi. Hazrati Shuaybning ko'zlari porlab ketdi. "Xush kelding, yigit. Isming nima?" deya so'radi. Hazrati Muso ismini aytdi. Buni eshitgan Shuayb alayhissalom kulimsiradi. "Xonadonimizga tashrif buyurib, bizni sharaflantirding ey Muso", dedi. Hazrati Shuayb unga non, taom ikrom qildi. Qayerdan kelib, qayerga ketayotganini so'radi. Muso unga boshidan o'tgan voqealarni birma-bir aytib berdi. Hazrati Shuayb: "Qo'rqma, najot topding. Zolim Fir'avn va askarlaridan qutulding. Ko'ngling xotirjam bo'lsin", dedi. Bu so'zlarni eshitgan yosh Musoning ko'ngli yorishib, xotirjam bo'ldi. O'ziga marhamat ko'rsatgan bu qariyani juda yaxshi ko'rib qoldi. So'zlarida ma'no, ilm, harakatlarida o'zgacha odob bor edi. Qizlaridan biri otasining qulog'iga egilib: "Otajon, biz ishlarimizga yordamlashadigan bir odam izlayotgan edik-ku. Mana shunday yaxshi odam o'z oyog'i bilan eshigimizga keldi. Musoni ishga olaylik, unga ishonsa bo'ladi", dedi. Otasi so'radi: "Uning ishonchli kishi ekanligini qayerdan bilding?" Qizi shunday javob qildi: "U bilan so'zlashganimizda yuzi qizarar edi. Savollarimizga ko'zlarini yerdan olmagan holda javob berdi." Shundan keyin Shuayb alayhissalom Musoga murojaat qilib: "Ey Muso, men uchun 8 yil ishlab halol mehnat qilsang, qizlarimdan birini senga uzataman. Bu 8 yildan keyin yana 2 yil ishlasang, bu o'zing uchun foyda. Biroq bu borada seni majbur qilmoqchi emasman. Qarorni o'zing chiqar. Inshaalloh bu vaqt davomida mening solih banda ekanligimni ham ko'rasan", dedi. Musoning yuzi yorishib ketdi. Uning duosi qabul bo'lgandi. "Bu siz bilan mening o'rtamdagi ish.
kelishuvimizga ulug' Alloh guvohdir, shartingizga roziman, dedi. Shundan keyin Muso alayhissalom Shuayb payg'ambarning yonida yashay boshladi. Qizlardan biri: "Ey ota, uni ishga yollagin. Zero sen yollaydigan bu yaxshi kishi kuchli va ishonchli kishidir", dedi. Shuayb aytdi: "Menga 8 yil ishlab berishing badaliga men senga mana shu 2 qizimdan birini nikohlab bermoqchiman. Endi agar 10 yilni bitirsang, 10 yil ishlab bersang, o'zingdan marhamatdir. Men seni qiynashni istamayman. Inshaalloh mening solih kishilardan ekanligimni bilursan." Muso dedi: "Mana shu sen bilan mening o'rtamizdagi bitimdir. 2 muddatdan qay birini ado qilsam, bas, menga adovat qilinmas. Alloh aytayotgan so'zimizga guvohdir." Qasos surasi 26-28 oyatlar. 66-kun. Bitimga amal qilish. Eng afzal kelishuv. Hazrati Musoning bu yerda boshlagan yangi hayoti g'oyat huzurli, osuda hayot edi. Ular birgalikda juda yaxshi kun kechira boshladi. Shuayb alayhissalomning ilmi, odobi, fe'l-atvori yosh Musoni hayratga solardi. Uning bilimi va tajribasidan ibrat olish, foydalanishga harakat qilardi. Hazrati Musoning jasur fe'l-atvori bu yerda ilm bilan ziynatlangandi. Payg'ambar Shuayb alayhissalom Musoni juda yaxshi ko'rib qoldi. Va'dasini bajargan Hazrati Muso bu yerda 10 yil ishlab berdi. Kelishilgan muddat yakuniga yetay deganida Muso alayhissalom yurtiga qaytishni istadi. Chunki onasi, jigarlari va vatanini juda sog'ingandi. Kelishilgan muddat tamom bo'lgach, Hazrati Shuaybdan ketish uchun izn so'radi. "Mana, kelishilgan muddat ham tugadi. Izn bersangiz, endi yurtimga qaytsam", dedi. Payg'ambar Shuayb alayhissalom Alloh do'sti bo'lgan Hazrati Musodan g'oyat mamnun edi. Mehnatini halol, sidq dildan ado etgan, odobi bilan qalbidan joy olgandi. Musoga yurtiga qaytishga izn berdi. Va'da berganiday kichik qizi Safurani unga uzatdi. Muso bilan Safura baxtli oila bo'lgan edilar. Halol, to'g'ri so'zlik bilan tuzilgan bitim mana shunday yakun topdi. Oradan ko'p o'tmay Hazrati Muso oilasini olib Misr tomon yo'lga otlandi. Uzoq va qiyinchilikka to'la safar ularni kutib turardi. Bas, qachonki Muso kelishilgan muddatni o'tab, oilasi bilan Misr tomon yo'lga tushgach, Tur tog'i tarafidan bir olovni ko'rib qoldi. U oilasiga: "Sizlar shu yerda kutib turingiz. Men bir olov ko'rib qoldim. Shoyat sizlarga biror xabar yoki isinib olishlaringiz uchun u olovdan cho'g' olib kelsam", dedi. Qasos surasi 29-oyat.